Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi shanba tongi hammamizga muborak bo'lsin. Mani taniganlar bor, tanimaganlar bor. Mani ismim Musayeva Muhabbat. Gerbalife mutaxassisiman, ekspertiman. Gerbalife mutaxassisi bo'lib, ovqatlanish bo'yicha trenerman. Qanaqasizlar? Yaxshimisizlar o'zingizlar? Sog'lig'inglar joyidami? Bizda hozir ertalabdan mini turba va yoniga qo'shimcha suv 500 gram turba ichsak 500 gram toza sof filtrdan o'tgan suvni ichishimiz kerak. Bu bizga nimaga kerak? Bu organizmimizni sog'lomlashishiga yordam beradi. Aynan bu bizning mini turbamizni ichaklarimizni shlaklarini shunda ushlab olib, mijg'illab orqaga olib tashlashga yordam beradi. Aynan Gerbalife mahsulotlari bilan sog'lom ozish, sog'lom semirish kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Mana shu nomerlarga. Men sizlarni kutib qolaman. Hozirda meni o'zgarishlarim juda yaxshi. 5 nafar farzandim bor, Allohga ming shukr. Va 5 nafar farzandim bo'lgani bilan asab tizimim juda ham noto'g'ri ketayotgan edi. Chunki 90 yoshli kampirlarga o'xshab bo'shashgan, holdan toygan inson edim. Hozir esa o'zimga ishonchim baland va nima deydi, energiyaga boy va o'zimdan faxrlanib yuraman. Chunki 5 ta farzandim bor, Allohga shukr. Ibodatlarimda butun, uyim ishlari butun, uyim tozaligi, ovqatim va ishxonamda Allohga ming shukr, charchash yo'q. O'shaning uchun biza turba napitkani ertalabdan ichganimizda yana ham biza energiyaga boy bo'lamiz. Mini turba bizning ichaklarimizni aytganimdek shlaklarni shunday olib tushadi. Bu prosta uyg'otib qo'ymaydi. Buni bir kun ichib turib prosta energiyaga to'lsangiz, уже ertasi kun yengillikni o'zingiz bitta ichganingizni natijasida bilasiz. Nimagaki bizga mini turba mana bu ichaklarimizni orasida mana bunaqa yotgan qilich anaqalar varsinkalar uxlab yotgan bo'ladi. Shuncha davomi chaqaloqlikdan katta mana shu yoshga kelgunimizcha kreshki chipis mukimas bo'lgan vaqtda yegan ovqatlarimiz, hazm sistema hali 2 soat 3 soat oralig'i o'tmasdan turib yana ovqat bersa bizning ichaklarimiz to'lib mana qilib salofanga o'ralib yotgan bo'ladi. Lekin biz buni ertalabdan bersak, qaynoqroq qilib ichaklarimiz bunaqa turadi. O'sha uchun davom etamiz. Kuzatishni agar xohlovchilar bo'lsa, aytdim, murojaat qilinglar. Biz mini turba ichsak, bizning ichimiz varsinkasi mashinada uyg'onib, assalomu alaykum deb turadi.